Kendi hiç bulup aldı mı? Olmaz. Bu zöreli yatak ama. Bunu yarım söyleyeyim. Onu yarım söyleyeyim. 12 yarım 12 ondan saklı sola sola. Mal al. Ne mal? Hiç bulup aldı. Ha? Soda. Kancha? 12 de yapalım. 12 aydır soda açı. Umur diye. Umur bilen soda açı. Aga ne hiç bulup aldı mı? Soda. 12 yarım. Bunlar aga? 11 milyon sondan söreli yaptılar. Onu acınlar. Assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanal obunachilar. Bugun 29 hafta sonida yakshanba 2020-yil. Biz Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Qilichq mol bozoridamiz. Obunachilar kanallarni havli so'mga qilyapmiz. Fotokamchilikni ko'rsatamiz. Sizlar sizlar davom eting. Aka ben birinci gün öteki Neç pul so'rayapsiz aka? Aka 11 bilan 300 ming savdosi. Ya'ni 1 bilan 3 beringlar. Yana 11 dan o'tib berdi. Ma'lumda sevimizda. Aka so'rang. Ya aka men aytgan bermaysiz-ku. Neç pul qoldimi sen? Aka neç pul qoldi bular? So'ra. Ikkalasini aytib berdi. Ikkalasi. 9 million 8 ya. 9 ga 8 ya. Savdangiz yo'q. Neç pul qoldi aka bular? Hammasi 10 yarimdan uchalasi. Bir joyda 10 yarimdan so'radi. Ha? Ha, tushiraman. 11 bilan 300 bo'lyapti. 11 bilan 300 savdo so'rayapti. Neç pul so'rayapti aka buni? 93 qilyapti. 9 bilan 300. Narxi neç pul qoldi? 10 million. Neç pul bo'lsa olyapsiz buni? 10 yarim. 10 yarim. Hech narsa qolmabdi kelishingizdan. Neç pul qoldimi? 92. 9 bilan 200 savdo. Savdo yo'qmi? Pul qoldi aka bular. 22 bo'ldi. Ikkalasi bir joyga 22 million so'm so'radi. Neç pul qoldi aka bu? 11 million so'm. Aka neç pul qoldi bular? 12 yarimdan so'ralyapti. Bularchi aka? 10 yarimdan so'rayapti. 10 yarimdan so'ralyapti. Aka neç pul qoldimi? Molni o'zi olinyapti, aytadi. Molni o'zi olinyapti, ayting. 2 million so'm. Savdosi-chi? 10 yarim. Aka neç pul qoldi bular? 13 yarim. Uchi? 12 million so'mdan 13. Mana savdosi. Neç pul qoldi aka bular? 13 bo'lyapti, bunisi 12 bo'lyapti. 12 ga 13 bo'lyapti odam. Bularchi? Neç pul qoldi jiyan? Tanga sen. Neç pul qoldi? Neç pul qoldi aka savdosi? Ikkalasi bir joyga. 21 million bo'ladi. Neç puldan bo'lib qoldi ekan bular? Aka neç pul qoldi savdosi bular? Neç pul masalan? 10 milliondan 12 milliongacha bo'ladi. Bularchi aka neç pul so'ralyapti? 12 so'rayapti. Narxi ikkalasimi? 24 bir joyga. 24 bir joyga so'raladi. Pul baraka bo'ldi. Neç pul baraka bo'ldi? 13 yarim baraka. 13 yarim baraka bo'ldi mana. Sotilganlardan kiritamiz. Neç pul qoldi aka savdosi? 12 million savdosi bo'lyapti. Go'shi qora neç pul qoldi aka? Neç pul so'rayapti? Molni o'zi olinyapti, aytavering. Akamiz videoga tushib topolmadi. Jiyan neç pul qoldi bu? 8 yarim. Hov neç pul olindi? 150 ming. Makam Xo'roz 150 ming so'm. Aka neç pul olindi bu? 11 yarim savdo bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti, ham olingani. 11 yarim. Yani neç pul qoldi savdosi?
11,5 so'rayapti. 11,5 Meni bola so'rayapti. so'rayapti. To'yga so'yaman deyapti. Kelishib beraver. Aka necha bo'lib qoldi bular? Savdosi qanchadan? Necha bo'ldi? 7 million 400. Narxi necha? Kattadan. 8 yarim. Qoldi aka bu. 7 yarim. Nima oldu siz? Sizga nima oldu? Sotdingizmi? Aka necha pul bo'lyapti bular savdosi? 78 yarim. 78 dan 70. Kech borindi aka? 21 olinib. Bola sirg'achi. 8 yarimdan bo'lyapti. Mana erkak buni so'rg'och. O'tkicha bu. Ikkalasi buncha 8 dan so'rayapti. Dan 8 yarimdan da. 9 dan berilyapti. Necha bo'lib qoldi savdosi buni aka? Ingichka mol aka, balinaka. Buni 7 million so'rayapti, 7 million 100 so'rayapti. 7 million 100, 7 million buncha kichkina. Xudoga shukr. Necha pul baraka oldi? 93 yarim. 9 million 300 Qaysi baraka. kanal o'tib ketdi? Musulmonjon Ibragimov. Telefon nomeri. 9 million 300 baraka oldi. Necha bo'lib qoldi aka savdosi? 86 bo'ldi. 8 million 600. 9 yarimdan 4 talasi bir joyga ketdi. 9 yarimdan sotdi. Necha bo'lib qoldi? 69, 64. 69 64. 7 million so'm bo'lyapti. Bularchi bobo? Bu yekavi bor, bu yekavini 13 yarim, 13 million 600 qilyapti. 13 million 13 million 600 dan so'rayapti. Yekavini. 7 yarimdan. Necha bo'lib qoldi aka bular savdosi? Savdosi 92 bo'ldi. Buning narxichi? 10 million 400. 10 million 400 ga 9 million. Katta. Besh o'lchashdi. Necha pul bo'lsa olyapsiz? Bo'ladimi? Ha? Yo'q, mol. Hozir 8 deyapman. Ha. 7 so'rayapman. Necha bo'lib qoldi savdosi aka? 8 yarim. Bular necha pul so'rayapti? Necha pul so'rayapti? 15. Ikkalasi mirjagami? O'zinimi? Adashmayapsam? Adashmayapsam? Necha bo'lib qoldi savdosi? 9,5 bo'lyapti aka. 15 so'rayapti.